Menimcha bu biz uchun qiyin bo'ldi, chunki taktik jihatdan ularga bosim bilan o'ynashni rejalashtirgandik. Yakkama-yakka kurashishni, ularga o'yin tempini boshqarishga yo'l qo'ymaslikni, o'zlari xohlagandek o'ynashlariga imkon bermaslikni istagandik. Chunki ular o'yinni ham, to'pni ham nazorat qilishni yaxshi ko'radigan jamoa. Ammo aynan shuni ularga qilishga ruxsat berdik. Yarim himoyachilarga to'p bilan harakat qilish uchun juda ko'p vaqt berdik. Ular esa sifatli futbolchilar. Shuning uchun ularga shunday imkon bersangiz, ish yanada qiyinlashadi. Biz Ispaniyaning rejasini buza olmadik. Keyin ular penalti tepishdi. Menimcha bu ham ularning o'yiniga yanada ishonch bilan kirib kelishiga yordam berdi. Ikkinchi bo'limda esa finalga chiqish uchun kerakli darajada o'ynay olmadik. Bilaman, o'zingizga juda katta talab qo'yasiz. Bugungi o'yiningizni qanday baholaysiz? Albatta, oxir-oqibat g'alaba qozonsangiz, barcha maqtov sizga nasib qiladi. Yutqazsangiz esa, barcha tanqidni ham o'zingiz qabul qilishingiz kerak. Bu futbolning bir qismi, mening faoliyatimning ham, hayotimning ham bir qismi. Men sardorman, shuning uchun barcha mas'uliyatni o'z zimmamga olishim kerak. Bunda hech qanday muammo ko'rmayman. Biz finalga chiqishni xohlagandik, ammo chiqa olmadik. Endi odamlarning bizga nisbatan munosabatini qabul qilishimizga to'g'ri keladi.